Bugun bizani oilamiz bilan, semiykamiz bilan Xiva sayohatiga chiqdik poyezdda. Sizlarga hozirgi nimalar bilayotganini o'zi ko'rsataman, obzorchik qilaman. Biz o'zimizga bunaqa kupe olgan, biz Siri boshiga norozichilik qildi, lekin hozir Sirini joy qilib berib yotqizib qo'ydik. Menimcha ahvoli yaxshi. Mana onamlar, hozir onam ham cho'zilalar, tepaga malohat. Kasal bo'lsa ham kelyapti. Mana bu yoqqa mana narsachalar olib oldik. O'sha avvalgi paytlardagidek shashlikcha, qurtcha, uyda qilingan qanaqadir nimalar, pishiriqlar, retro. O'zimdan retro qilib oldim. Ko'ribsan o'sha davrlardagidek. Mana ko'rsataman sizlarga. Derazadan qarab, ximaga, mana mayda-chuyda nomponchalarni yeb ketamiz. Mana. Serijon. Manajon. Mana. Mana bunaqasi menga yo'qdi, mana bunaqasi. Men bera xohlasangiz bitirib, derazadan qarab ketsangiz ham bo'lar ekan. Mana xayol surib, o'sha davrlardagi. Mana shunaqa gaplar.